ikkita o'g'illik bo'ldi, kelin yana yaxshi qizlardan ato qilsin. Qiz kerak. Men bilaman akalar ham xo'jalar qizni yaxshi ko'radi. Voy qizim bo'lishi orzu qilaman, opajon duo qiling deydi. Endi nima deb xudo xolisa keyingisi qiz? Ota, boshlang. Hechdan har kim Alloh menga Kelinimiz tayyor. Bolalari bilan uzatamiz kelinimizni. Ikkita o'g'il bilan. Sürpriz chaqirib qo'yishadi. Tabriklaymiz qalaysiz. Yaxshisiz, sog'lab, yaxshi tabriklayman. Umri bilan Rahmat. Assalomu alaykum. Ana kelin bola. Kuchalab qo'ymaydi o'shada. Polvon, ikkita o'g'il paqillatib tug'ib berdilar sizga. Ilohi baxtli bo'linglar. Mana shu farzandlaringizni ham to'yda kelishlik nasib qilsin. dunyoga kulib bir qara, o'zing uchun ham yasha bir bola. O'tgan umring qaytmas yana, tunda o'ynab kulganing qoladi. O'yla yomon dunyoni rost dema. Ketamizmi uyga? Mazza qilgandim. Bor dilimda bahorday nozik Uydan ming afsuski uyga ketolmas. Lekin hokim kelganda joy qolmadi hozir umuman, to'g'rimi? Keladigan sizlar biron qilinglar. Mazza qilib dam oldim. Ayniqsa motivatsiyani zo'rni berdingiz siz. Rahmat. Mana siz sizlarni kamolyapamiz. Chilla uyini asnavaysizlar. Aynan shu inson orqali men mazza qilib xodimlarim orqali shunaqa pozitiv kayfiyatga ketolman. Voy!